Yaxshi. Men yana keldim, va'da berganimdek. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Inshaalloh. Hurmatli do'stlar, 4 kun oldin Nagizapani muammosini olib chiqqanimizda o'zlarining telefon raqamlarini qo'ygandik. O'zlarining telefon raqamlariga ko'p odam telefon qilib, umumiy 23 million pul tushirib berishibdi. Avvalambor rahmat. Va undan tashqari $3600 5-6 kishi tashlab ketishdi umumiy. Umumiy qo'llarida hozir kartalarda ham 23 millionga yaqin pul bor, qo'llarida 2-23 million pul bor, 45-50 millionga yaqin pul bor, naqd va $3600 pullari bor. Asl bo'lsa 7000 shunaqa $7-8 ming pullari bor. Nagizapani muammolarini o'zlaridan eshitdinglar. Mana 12 yoshli qizlari bor. Yasinada? Yasina ismlari. Sog'lig'im mazasi yo'q. Uy yo'q. Halovatim ham yo'q. Olgan litsenziyalarim yaxshi bo'lib chiqmayapti. Nima desam? Qizlarini boradigan joyi ham yo'q. Mana hozir chiqatga boradigan joyim ham yo'q. Boquvchim ham yo'q. Yolg'iz ayolman. Kasallarim, har xil kasallar ham bo'lib, ishga yaroqsiz bo'lib qoldim. Hozir nimadan yordam so'raysiz? Uymi, sog'liq ikkalasini qanday gapiring o'zingiz? Endi azbe uy olganim yaxshiroq. Nimaga deysiz olgan? Litsenziyalarim ham tatimyapti deyman bunaqa joyda. Turgim kelyapti, yurgim kelyapti. Ben şu bolamga maktabdan qolib ketyapti mani deb. Ozgina turib, harakat qilib, mayli uyda yiqilib tushsam ham sekin-sekin devorlarni ushlab bo'lsa ham qon yurishsin do'mma. Oyoq qo'lim kechasi bilan o'zlab qopsiz qoladi-da. Qon yurmagandan. O'shancha uyda bo'ladi do'mman birinchi. O'shaga yordam bersanglar, hurmatli. Ukalar, opa-singillar qo'ldan kelgancha mayli bir xonali bo'lsa ham. Agar do'stlar 4 kun oldin Nagizapani videosini qo'ydik, telefonlar nomerlarini qo'ydik. Juda ko'p saxiy insonlar yordam qilishibdi. Avvalambor rahmat ularga, lekin bu yordamlari umumiy summasi dollarda 3600 pul yig'ilibdi. Ko'p inson uylarini topib kelishdi, rahmat. Va kartalariga 23 million so'mdan ortiq pul tashlab berishibdi va naqd qo'llarida 23 yoki 24 million so'm yana pullar yig'ilibdi. Umumiy 7 yo 8 ming dollar qiymat pul yig'ilibdi. Bu pullari jigarlarining kasallarini davolashiga ham yetmas ekan yoki pochkalariga ham, umumiy kasallarning o'ziga ham yetmas ekan. Lekin bu Nagizapani bir vaqtda o'zida hayot hamma tomonlama sinayotgan ekan. Ya'ni bu o'tirgan kvartiralar mana bir xona, bilmadim, mana aylantirib ko'rsatishingiz mumkin. Uy bo'lib uyiga ham o'xshamaydi. O'zlarining uylari bir yilda mashinik qo'liga tushib qolib, sotib shunaqa bo'lib qolgan ekanlar. Xullas, bir vaqt o'zida dard, kasal, xo'jaylari yo'q, qizlari 12 yosh. Mabodo xudo ko'rmasin bir narsa bo'lib qolsa, qizlar boradigan joylari ham yo'q. Xullas uylari ham yo'q. Shuning uchun Nagizapani kartasini qo'yaman. Lekin Nagizapani kartasini qo'yamanmi, kimning kartasini qo'ysam ham 5000 so'm, 10000 so'mdan ko'p perevod bo'lsa, do'stlar, bilasizlar, bank tomonidan avtomatik tarzda blokka tushadi karta. Qo'shimcha men o'zimni 7 ta 8 ta kartamni hozir qo'yaman. Hayron bo'lmanglar, nima shuncha ko'p karta deb. Sababi 5000 so'm tashlaysizmi, 100 ming so'm tashlaysizmi, 1 million tashlaysizmi, 100 ta perevoddan keyin karta bloklanadi. Tungi 12 dan keyin ochiladi. Shuning uchun do'stlar, imkoninglar bo'lsa, ana Nagizapani o'zining kartasiga, qo'shimcha kartalarga iloji bo'lsa, albatta hech kim majbur emas. Ko'proq mablag' tashlashga harakat qilib ko'ring. 5000 so'm, 10000 so'mimizga ham rozimiz. Albatta hamma imkoniyatdan kelib chiqib tashlaydi. Lekin bizning muammoimiz hech bo'lmaganda bir xona uy olib beramiz deb, mana shu Ramazon oyini tugaguncha 10-15 kun vaqtimiz bor. Kelib birlashamiz. Biz bundan oldin ko'p oilalar yo'li qilganmiz. Biz juda aqlmiz. Kelib shu ko'pchilik bo'lib, balki ichida bironta mard boy bo'lsa, qo'ldan pul beruvchilar, meni summam kattaroq, kartaga emas, men $1000 bera olaman yoki $5000 bera olaman, $10000 men olaman. Mana 40 ming, 50 ming dollarga uy topsangiz, men yarim bera olaman deydigan mardlar uchun telefon raqamini qoldirib qo'yaman. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Yoki Nagizapani raqamini o'zlariga berib ketsanglar, farqi yo'q. Shuning uchun do'stlar, birlashaylik. Mana qizlari ham, o'zlari ham ikki og'iz gapirsin. Что-нибудь скажи, пожалуйста. Я бы тоже хотела, чтобы у нас был дом. Я бы тоже хотела бы жить нормально. Я бы тоже хотела, чтобы моя мама была бы счастлива и жила бы здоровой. Shunaqa gaplar.
do'stlar, kartalarni qo'shib qo'yamiz. Yokida telefon raqam kim naqd. Keling shu 5-6 kunda birlashaylik. Mana mayli shu 3-4 kun ishlarimni to'xtatay boshqalarni. Shuni azapaga yordam qilaylik. Agar mani o'zim uy olib beraman, aka deydigan martlar bo'lsa ham aloqaga chiqinglar. Biz yig'ilgan summaga o'zlarini lecheniya qildiraylik. Bir inson agar uy olib bersa, tez aloqaga chiqinglar. Haqiqiy haqdor oila, chunki boradigan joylari yo'q, mazalari ham yo'q. Ko'ryapsizlar, bu qanaqadir bir uyushtirilgan narsa deb ham o'ylamaylik. Necha kun, necha oylar, yillardan beri shunaqa 2 yilmi bo'lgan Nagzatda? Oxirgi 2 yilda yotib qoldingiz-a? Oxir 2 yilda yotib qoldim. Shundan oldin ko'chalarda, avtomobillarda, anaqalarda yashadim. Shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar, gapirsak gap ko'p. Men o'zim ham yuragim bo'sh, narsaga chidamay safardan keldim. Hozir uzoqda edim men ham. Uyimga bormaganman. Hozir aeroportdan primoy keldim, chunki 4 kun men yo'q edim. O'zbekistonda 4 kun Nagzapa bilan bizni aloqalar uzilmadi. Har kuni xabar olib turdim, Nagzapa yozdilar. Shunaqa gaplar. Oxirgi gaplarni o'zingiz gapiring Nagzapa. Aka-ukalar, opa-singillar qilgan ehsoninglarni, qilgan zakotinglarga kattakon rahmat. Shunchaki uyni qiynalib bo'lsa ham topib keldinglar. Berganinglarga rozi bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarni xonadoninglar tinchlik, xotirjamlik, farovonda ziyoli bo'lib topganinglar xonadoninglarga bersin. Hammani uyida baxt ifori urib tursin. Nimaiki o'ylagan niyatinglar o'sha niyatinglarga yetinglar. Keyingi ro'za Ramazonlarni ham ko'rib yurish menga ham sizlarga hammaga nasib qilsin. Berganinglarga rozi bo'linglar. Kattakon rahmat shunchalik aniq qilib kelganinglarga, kartaga pul tashlaganinglarga rozi bo'linglar. Allohim ajr mukofotini sizlarga minglab bersin. Duodaman. Amin. Allohu akbar. Hurmatli do'stlar, bizda eng katta muammo hozir kartalar bilan bo'ladi, chunki mayda perevodlar ko'p bo'lsa bloklanadi. Shuning uchun iltimos, keyingi kartalarga harakat qilinglar. Opisaniyani tagida ham, kommentariyada ham qo'shimcha kartalarni qo'shib qo'yaman, viza kartani ham qo'shib qo'yaman. Rossiyadan viza kartaga tashlashga harakat qilib ko'ringlar. Nagzapaning o'zining kartasi fiziki litso bo'lganligi uchun tez blok bo'lib qolish ehtimoli yuqori. Hammasi aytgan rozi bo'lsin. Biz harakat qilayotgan narsamiz mana kameraning orqasida Nagzapani opachalari bilan o'rtoqlari turibdilar. Bular doktor topib, o'sha jigarlarini 5-6 kunda doktorga yoki частный klinikaga yotqizmoqchimiz. Ya'ni pulini bersa yaxshi qaraydigan doktorxonalar juda ko'p. Va jarayonda agar pul yaxshi yig'ilsa, bular davolashlarini qilishaveradi. Ayollar sog'liqlar bilan shug'ullanishadi, biz esa uy harakati bilan shug'ullanamiz. Xullas shunaqa, hurmatli do'stlar, birlashamiz. Agar bu safar ham mujik сказал, mujik сделал degan so'zini ishlatish nasib qilsa, shu inson oyoqqa turib ketsa, mana o'zi 4 kun safarda edim, ko'nglim joyiga tushmadi. Shunaqa gaplar. Hammalarga rahmat.